Chingizxon Mongoliya hududida 1155, ayrim manbalarda 1162-yilda tavallud topgan. Chingizxon 1206-yildagi Mongoliyadagi tarqoq qabilalar Mo'g'ullar, tatarlar, merkitlar, keroidlar va ko'plab mo'g'ul qabilalarini birlashtirib, 1206-yagona davlat tuzadi va muntazam intizomli otliq armiya shakllantiradi. Birinchi harbiy yurishlarni Sun sulolasiga qarshi, Xitoyga qarshi amalga oshirib, Sun sulolasining shimoliy hududlari poytaxti Szin, hozirgi Pekin shahrini 1211-1215-yillarda egallaydi. Shimoliy Xitoyni egallab bo'lganidan so'ng Chingizxon asosiy e'tiborni Sharqiy Turkiston Yetti hududlarini egallaydi va Movarounnahr, Xuroson, Eron va Afg'oniston hududida mavjud bo'lgan Xorazmshohlar davlatiga qaratadi. Xorazmshohlar davlatiga Chingizxon 1219-yil hujum qilib, 1221-yil uni poytaxti bo'lgan Urganch shahrini bosib oladi. Chingizxon tirikligi vaqtida o'g'illariga o'z davlatini bo'lib beradi. Ya'ni 1224-yil o'z davlatini o'g'illariga bo'lib beradi. Uning katta o'g'li Jo'ji, ikkinchi o'g'li Chig'atoy, uchinchi o'g'li O'qtoy, kichik o'g'li Tuli. Bular hammasi o'zining ayoli Bo'rtay tomonidan tug'ilgan farzandlari. Nima sababdan Jo'ji va Chig'atoy turib Ulug' Xoqon O'qtoy bo'lgan? Buni bilmoq uchun Telegram kanalimga o'ting.